Voy. Qanday ahvolimiz? Ahvolimiz yaxshimi? Salomat tudingizmi, Tahrir? Ishxonam o'zgarib. Siz chochlaringizni tushirib o'tib. Qarayapsizmi kutibdi. Ahvolimiz yaxshi. Salomat tudingiz. Alloh tinchli. Bu nima qilamiz? Mening ko'nglim bizning o'ylining yerlik mahsulotga qarab. O'tgan qirliq qissakan nashr qilingandan keyin jamiyat shunda g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Gez jurnallarimi Gez jurnallarimi maqtab yozibdi. Buni sizning nomingizni e'lon qilinganligining natijasidir. Qaras, bu tuxum to'g'riliq bir hikoya olgan bitamiz. Bir bola ekan, nayti qizlarni qo'g'lab turadigan bola ekanda. Shuna bilan buni qizlarni qo'g'laydigan kesilni saqaytman deb otasi o'lab qo'yibdi-ku. O'lab qo'yibdi-ku, jimiqib ketibdi qaram. Jimiqib ketib, bir mezgildan keyin buning ko'ni kesil qo'zg'alib kelib qaram. Shuna bilan yana bu ko'chaga chiqib qizlarni qo'g'laydigan bo'lib qoldi-da. Bu qoptiga xotini o'ylabdi-ku, o'ylab qanday qilsam o'sha olaman bu erimni deb. Shuna bilan birna tuxumlarni pishirib, choy vaqtida oldi jiravak tuzib qo'yibdi-da. Tuzib qo'yibdi-ku, shuna bilan maqaram. Yo'ldosh bundan so'rabdi-da, "Nimish jiravak tuxum pishadi? Bu tuxumni nimish bundan rashk ekan?" debdi-ku. Ayol qo'pib shuna bilan, "Hey, ahmoq, bu tuxum degan rangdor o'g'ini bilan ichidagisi o'pqa o'xshash. Sening yaylig'ining uning shakli emas, ichidagisi deb qarab." Nimalar deb ketdim. Qaras, siz mening turmush ishlarim to'g'riliq bir yig'izimni so'rab qo'ymidingiz? Berish kelishib, bir şey kelib ketib, og'rinib qoldik. Bir haqiqatan mening turmush ishim to'g'riliq bir ahvol so'rayim demaysiz siz, Tahrir? Hey, yaqinda shu boylar ko'payib ketgandan yo'qmi? Bu ko'cha tumg'utlar chiqib ketib qarab. Men hozir pul tepdim. 3 qatim xotni olib, 3 qatim qo'yib etdim. Yaqinda yana bir asar yozdim. Mushumi o'zingizning nomida bir e'lon qilib berasiz. Yakandan neler yapıyor? Oy tabii oy. Oy tabii neler yapıyor? O parti yok kırındaştan. Bu Çamikanning o'ylamga qachon, qaysi oyning qanchinchi kundan boshlab paydo bo'lib qolganligini o'zim bilmayman. Ishqilib, bizning bu cho'ng qoroda har yili to'qo tuman degan kam bo'lmaydi. Ba'zida qo'shinlarning to'qolari bizning hoyliga kirib tug'ib qo'ydi. Ba'zida bizning to'qollarning qo'shinlarning mangan xonasiga kirib, qo'sqini bo'shlab, qaqoqlab chiqargan chaqlarim bo'lib qoladi. Ayolimning g'alit mijozlari bor. Paloni mekan ko'rib qopti deb qo'liga chiqqan tuxumlarni yig'ib ekib bosib berdi. Bir kunlarda tuxumdan yengili chiqib, chikildab yurgan chujilar qaysi bir chaqlarda qarsangiz yo'g'olib to'qib qoladi. Bularning ichidan qora, qizil, chipa, turpanning, to'qsunning, xunanning, xinanning ish qilib, odamning xiyoliga kelmaydigan bir yerlarning xilma-xil rangdagi to'qolardan hammasini topib oldi. Xo'razlari bo'yinlarini so'zib chillasa, mikyalari bas-bas tug'ib, bo'yinni avatlashtirib o'tdi.
Mening Akboruzum bağı Amerikadan kelgan, Amerikadan. Amerikaning yana andamanda yer emas. Ilaq Zongtonglar o'tirib qopadigan yer bor, Aqsaray. Shuning yendiki bir qo'radan tuxumdan chiqqan. Burunqiliq egisi bor, yilda bu Xorazmning tug'ilgan kunini o'tkazib berdi ekan. G'ay Zongtongning vaqti bo'lib qolsa, bu xotirlash o'rniga qadam tashrif qildi ekan. Haqiqatan xos bir Zongtongning ayoli bu Xoraz omroqliq tutib ketib, o'z qo'lim bilan bir dansab beray deb shunda o'rniga turishiga ehtiyotsizlikdir, ko'ngillikka dastlab saylab, Xorazmning oldiga mullaga ketdi. Shuning bilan Amerikaning cho'ng kichik gazetlarining hammasiga xonishni molla qatqizib o'tgan Xoraz deb cho'ng xatlar bilan Xorazning suratini chiqardi. Nurg'un kishilar bu Xorazni ko'ramiz deb Aqsarayning atrofini qalayimqonlik qilibdi. Keyin Zongtong nurg'un pul bilan bu Xorazni ko'zdan yo'qotish uchun yiroq bir joyga olib o'tinglar deb buyruq qildi. Bizim hali Aqsarayning oldida kelib tuqqan bu Xoraz yaxshi Xoraz ekan. Agar palaydigan bo'lib qolsanglar, bizning Jungodagi tuqqanlarni qo'rosa palanglar deb mening adresimni yozib berib. Shuning bilan bu Xoraz mening qo'limga chiqqan. Mana sana mana. Hey, senin bu tuqqaning Aqsarayning oldida do'g'apchilik qilamdi. Ya do'g'apchilik qilmaydi. Nali sug'urib, nali qalqaqib nali. Nola? Gapimga ishonmayapsan? Men qara, u Aqsaray deganning ichiga bor, dunyoning hamma yerdan o'tqashdek esil gilamni silg'ayadi. Nega men nalliq oyoq bilan bor, kirishga bo'lmaydi. Ha? Çay tayyor, çay. Ha, men hozir. Shuni bizning ayliq tuqqan bor, at deganda qo'pir degan. Ambu bu qo'llarini ilib, Aqsarayning oldida o'tirdi. Shunda fuqishmasdan nalliq oyoq bilan kelib qolgandim. Nalisini tatib, niqisini sug'urib, ikeklab, tuzlab, bular qaytganda hammasiga o'zinikini o'ziga almashtirib o'tmay, qiyiqchal yo'lga sap qo'ygan. Men bu berib ko'midim. Anglashib qaraganda, u bizning tuqqanlarning oldida cho'ng-cho'ng davlatning boshliqlari qator o'chib turib ketdi. Bu chet davlatlarda ajoyib qiziqishlar bo'ladi. Hey. Bizning ma cham ekan alomat tuxumchan chiqib qoldi juma. Mama. Hey. Bu mo'yinda tug'di. Bitaroq. Lekin qara, bu ayolim qiziq suv, qaynoq suvni baqqashqimi? Bir kunmi tuxumni to'xtab qoldi qara. To'padi tuxumni. Chapni to'xtatgan abi. Hey, jira. Chayni mo tayoq qilib qo'yibdi. Rahmat adash, rahmat. Men bu yerga kelib, ayolim pul aytman degan naqashim pishib qoldi. Hemishira. Jumas bilyapsiz sen. Ha, chayni gapini anglab, pul aygin gap qoldi-siz. Shu emas. Emirjon, undan ma'qul, ha? Kelaysan. Bak, tekshirma. Ma'qul, qo'sh. Ha, ma'qul.
Vay köylüler, köylüler, kazanma, kazanma ya köylüler, köylüler, kazanma. Vay köylüler, köylüler, kazanma, kazanma ya köylüler, köylüler, kazanma. Vay köylüler, köylüler, kazandılar, 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 kazandılar. Oy, geldiniz mi? Nimde bu işki koltuğu niye aldınız? Ahmak vatan. Birisi senin gelin yaydıgını. Birisi to'qildiğinin gelin yaydıgını. Voy voy voy. Daya tova. Bu resme Qo'razg'il aylanib turibdi. Şu bir kısmını oturduk mu? Tova. Bu to'qilning ichida erkak saydi bormi? Voy, qo'yg'ina voy, qo'sug'ini voyg'ina. Mana. Voy voy voy. He? He? Ne Sen- dedi? Ma çatoqi chillayotdi-ku. Nima? Savoldi xo'rozchimiz shumliqni tilaydi degan gap botdi. Xudoyim. Ha. Neymişdi o? Qo'razchilis shumliqni tilsa, bu mekanchilis nima bo'lib ketar? Shundaymi? Xudoyim. Assalomu alaykum, marhamama. Aleykümselam. Gel balam gel. Bunca geçti kep kapsan o. Ha, bana işte. Mene 6-7 mekinim battı. Arasida shunda yaxshi tug'ayotgan bir chom ekan battı qarab. Bu tuyuqsizlar xo'rozga o'xshash qiliqlarni qilib, xo'rozdek chillaydigan bo'ldi marhamama. Bugun Zovalda xo'rozdek chillab yurdi. Bu xo'roz chillasa Zovalda yomon bo'ldi degan gap bor. Bu mekanchilik nima bo'lib ketdi? Mundaq degin. O'tira balam. Nimish qo'yib turasan? Bir zamonlarda Hekimboy degan bir kishi o'tgan.
Hazırqı muşu 3 yezining yerleri tamam şu odamga qaraydi. Hekim bayning Zurdun deb bir o'g'li bo'ladigan. Mana shu o'g'il 20 yoshga kirgacha soqol burutmi chiqmay, keyin ko'ksi yo'g'inab qizga aylanib qolgan edi. O'g'ilning qiz olg'aylinib qolganligini men bu cho'nglardan anglagan. Qiz bo'lgandimi, qanday qiz demamsan? Tozima qabul, qosh ko'zi joyida. Bir qarabla har qanday yigitning yuragini o'yintib etadigan qiz bo'lgan edi. O çağlarda bizning qiz vaqtlarimiz. Yoz kunlari qizlar to'plashib daryo bo'yiga so'g'ib cho'milgili boratdik. O'g'illardan o'zimizni qochirib, daryoning xoli yerlarini tepib cho'milatdik. Heliqi Zurdunning qiz bo'lgandan keyingi ismi Zo'ra bo'lgan edi. Umi biz bilan billa so'g'ib cho'milgili boradigan bo'ldi. Uning yalang'och badanini bir ko'rib beqishqa hammamiz qiziqatdik. Lekin Zo'ra kiyimini zotili sog'li unimaydi. Bir kuni biz maslahatlashib Zo'rani daryo bo'yidilar o'g'lash-cho'lash besib oldik. Ikki uchimiz qo'lini mahkam tutib turdik. Birimiz ishtini tatdik. Qaram. O bechora bizning shunday qiladiganimizni pamlab qolganmi? Kunning shuncha issiqligiga qaramay, ishtani qo'shlab kiyib olgan ekan. Ishtini soldirib bo'lganda bir yulqinibda ostimizdan turib ketdi. Shundan keyin biz bilan zodil aralashmaydigan bo'ldi. Keyin Hekimboy Zo'rani o'zining bir ishlamchisiga nikoh qilib berdi. Bir obdan xotin bo'ldi. Shug'inisi bechora tug'midi. Erini shuncha yaxshi ko'ratdi. Erini oyab, uyni, talaning hamma eg'ir yenik ishlarini o'zi qilib tugatdi. Rahmatlik. Bir kuni etizdan bug'doy ekvatganda haru besib elib o'lib ketdi. Rayhon mama. Mening chomekinimning xo'roz aylanib qolgan ishini bu qanday shub ketdi? Shuni bir so'zlab bering ha? Bumi bir qiziqli ish bo'pti, balam. Xudoyimning xilma-xil karomatlari bor. Mushu zamonga kelganda ukol degan bir narsa chiqibdi-dak. Uni to'lasa g'ussa odamni yo eramas, yo o'yal emas bir narsa qilib qo'yadi ekan deb anglaydik. Hozirgi odamlar bolalar qattiqroq injiqlab qo'ysimi, doktorxonaga olib ukol soldirgan bo'lib oldi. Shunga hozirgi yoshlarning qaysi qaysi ayolligini ayirvag'ilimi bo'lmaydi. Hey, sen to'qolringga ukol soldirmagan bo'g'etding. To'danga Rayhon mama. To'qog'im ukol soldiramdi. Shu chomekiningni yevetib qutulmamsan balam. Rahmat Rayhon mama. Men bangay. Yana birdan o'ltirib maqmamsan. Bo'ldi. Ey. Aqra. Ertagingacha chatoqni so'yib bersam, bir to'xo qo'rimiz qilib bersam, Allohga chaqirib, birdan payz qilmaydimi? Sizning da yetgansiz Osmon. U bir to'xo nima yeydi-du?
Bo'ldi qiling. Osman! Ha? Aa çarkozdan acaba ne çıkır ha? Ben buru acaba köylep dikemem mi tukla? Oraz emas. Ben sana tanlap bergen çam ekan şu. O kıldım Xudayı. Neçiyan da. Orazı kalkan bu size. 1000 so'm koyarım kaldı mı? 4-5 so'm koyarak ya. Bunu satamla. Ha. Ne qilgan satma. Nechik pul? Ha. Heliqi 4 cho'ngamning rasmi bor qog'ozning birini bersangiz. Satma. Ve muş toxunum 100 koyuq satamsiz? So'qshalamdi. Ha. Bu mening uyim chat jamizda. Buninglar so'qish kerak. Xorazmi yo'q. 100 so'm degan gap obdan bir to'qlayverdi. Satqon o'z so'zga gap qilmamsan. Bizning mahaldagilarmi 100 ko'm talashgan. Hali ko'z oldimda so'qishtirib, uvoli qolmay deb bazaga kirdim. So'yib yeydiganlar bo'lsa, azalak satsami bo'ldi. Voy, voy, voy. To'xtattirma aka. Mana shu qabul ish olmay bo'ladi. Voy, ichini bitar deysiz. Qarang, qarang, qarang. Voy, ichini bitar deysiz. Ben yaman ko'rib. Tamam, batib qolmaysiz. Qarang, qarang, qarang. Kaçtım abi. Oh!
To'xtab turing, ya. Beh, yomon ko'radi-ku, ha? Yusuf satamsi. Güzellik son bu satamla. 2 so'm sotding uni. Aldığımı qarab turgan bilan shatat. Bizimkiler kazmışlar şu bak. 500 so'm. Hey. 500 dedingmi? Ha, 500 dedi. Çapının evat et, xo'roz tunjiq bo'ldi. Naqsana pulingni. Pulingni qandaq-mandaq xo'roz emasligini ko'zingni ko'rding-ku. Hozir yanchig'imda aran 100 so'm bor ekan. Ama 100 so'mni yeb tura. Qolganini o'yini ko'sib qo'ygan. Voy, ma. Keping nimada qiziq? Hey, qarz yo'q odam. Sen menga o'yingni ko'rsatib qo'ymay, mening senga ko'rsatib qo'yganim qiziq-da. Hey, bu to'g'on akassan. Vaqtida ben seni nereden tapmam? Hem ma 100 ko'z zakalat bo'ptisan. 400 so'm obirib bergan chog'da tuqdi. Xudoyim. Buna. Hey, aka. Yüzlü pulun aka. Bak, yürü. Osman, şuna bakın sen. Qaytib keldingizmi? To'g'on sotmabsiz-ku? Setettim. Chiqish kuniga kelib, qolgan pulni berib aytilgan bo'ldi. Ha.
Ula toklam ayak düşüp ketdi. Kapı bakar bu toklama sen. Anne çok iyiydi. Selamünaleyküm aleyküm. Teşekkür aleyküm. Anne çok iyi. Kimseye kurak girdi. Mekiyan çok ey aşağıdan atma. Yakıp koygan kıvırlan şuğru. Esrarlı bu. Biz geldiniz. Ha. Hey! Tamam. Tokun erkektin kendin mi? Ha ya kendi. Ha boptular. Zaklat pulumu benim da. Tokum benim da. Kemsin ha. Oy Mücahit kiraymış ya vurup gitsen o. Kira? Hey! A çargızdın nereye bire endiki kiray? Oy o iştahımızsa seni çişlep aldan kira. Va çişleydiken abiyam bilik balamını koklap yürükken yaptı. O tekçiciğine oturdu deyman. Oy aşağı işlep yaptım ha. Atige men darvazanın aldı otasam meğer uşak balaның aynısını kolap yürügün aldı. Şuna hemen onu yandırıp kırdım. Muş Mekiyan mı? Oy Mekiyan tuxum tuxatkan Mekiyan. Bu horoz kulluk şuydu bu. Oy ne boldu ekan tacılar kötürünüp bir kısım olup kaptı. Tira boldu otur tamak ye. Mayak kelin ay mincan jozuk kelin. Otur. Hoş ben öz bala tayarlık kılgam. Bu ançomuş Mekiyanlık madamda kına söylendi ya. Oy estağfurullah. Oldu bunda oldu. Hey, hoş geldin. Burada batalım sen. Hoş geldin Zafer. Zafer. Ben çıkmadım ben size. Atılaymayacağız. Bak.
Tamam çıkmamsa? Mana tayyor qoldi. Bu bütünde çok diken ha. Müzik çok ettim ha. Harp tuha. Su yutum bunda tokunan. Şey işler bu ha. Ne bu ha? Geçmeyince bakın buna. Ha bakta tokuyusun. Bu bütünde çok diken ha. Müzik çok ettim ha. Harp tuha. Su yutum bunda tokunan. Oh geldi boka. Cuma biz tokunan tutup. Tokunan izle. Nasıl toka. Sana itimiz ya bular. Ve lapma, ben sen Amerika Aksaray'dan ekeldim de peklinip yürsem, kika işine.
Git sen kokup gel dallarım. Xudoyim. Vay! Şöyle bu işin boğuluya kalkasana. Şurandı mı? Ay ürgüzüm zıt bakmaktan boynağını zıtma ya götür. Nerede pedaldı bu sana? Vay kim la? Vay Emircan kıra. Bol da. Sorayım çöküm yok. Ben çıkar. Vay ben burada hap göresen bu. Hapım var şu. Elif çar tokanını korasa mikende pesem kulattım. Senin mikenlerini koraz kolayga ünür haken ha? Ya ben sana düşendirdim bu ne çıkıttım. O burundan tukum tukuvatlan mekan. Boldu. Bunda geplerin uçuyor şamal kıttı. Koraz desem uç imin talışıdı dep mikende koygan digin ha? Toku hazır kaptırıp, sokoşturup bazak sağınığın aldım. Elbette sen bizni koşunu uğan diken. Ma tokunu satılgan buldun. Alamsa almamsa dep koyduğun yerin yok mu? Kasangan pulunu ben sana yamamdım ya. Sen digin ha? Pazar ne çıkıldı? 500. Bol. 500 soğan mendila. Vay bireyler zaklar tutup koyup ketken. Ya kep o tokun eketmiş. Oldu. Anladım. İlk zakirgen kımavaz üstün pulları kağını tapan emmeye palak tuttu. Vakti eken mi geldi ki pulu kaytırıver? Ay o vakti satomanda sen Bunun sende kim o balda peni olmamsa? o vakti tekim satomanda. Abla hep gel. Hey, mekile ben sana de. Ay şu vursun çüyücü vakti de. Ben üz kulağım bile tallat pegen cuma. Nime? Mana. Muyunda unutup kalırsın mesmo. Bir kere bana müşede. Kallağını sen gırtip yecicip oturapsın. Mana, Osman nim buldum. Xiyal besottu o dedim. Nim xiyal dese, bu turum işinin uyumamda dedim. Gam deyip kese. Bir ottan uldeçim o yerini keliştirip buğday konak terip aldım. Yandı mı gam bu? Bu işin gımamda dedim. Ben hey Osman, bu kuş diyen bir nesin yegites bolduğan bolsa, yerlerin hiçim termay. Kuşlu terip alattın go desem sen. Vay. Unda olduğan bolsa, yerlerim tügel, muş korurum kun terip alttım dedim. Şu arlıkta işkeylerinin etkeş götürüp, çüz götürüp mayak ötekti. Oy Osman, bana. Bu işten iş tutup aldığımız geldi. Çüzcüden 10 gemini setip alsan goş degen şunmesmi o dedi. Sen qini dep işinanın topusunu qeqip ornandın turdun. Hey! Çüzcanını satamsızlar dep toldum. Ola epkeşini yerge aldı. İşkimiz berip qarısak, tek seyraq tüküdün ağırlımağan çüzcüler çok qıp turuptu. Danısı bir koy dedi. Men soğuluşup oturup 80 tiyindim pütüştüm. Ala Osman, hazır bu vaqtda 80 tiyinga nim berdi? Manыңды onun için bekip koysan, çoğunu soya oysan boş, tuxumunu satsan pul dedi. Sen yançıklarını tepiştirip, onun için çöz aldın. Endi o isim kelgende o? Xudoyim. Ve, bana, sana bana. Ondayım mı? Uy, nerede o sakım kiroladı deyim bak. Ha, şu çak ben suyatlığın aldın oturup, birdim yaxşı yücünü tallap verdim. Şu ben tallap vergen yücünün içinde birisi bir yaxşı oral çıkıp kapken, men tallatsam beğensen set olmay. Haklan pulunu kaytırıversen set olan bir ke? Hey! Bu aşta işlem bakan mı? Fakat isim yok ha benim. Senin o isim yok. Hey! Emincan, manda olsun. Sen bu hapın bakıra. Böyle kızaklap koyup koygan balını bugün bir saklap bakay. Kese ekte. Eğer bugün kemse, neç bunu versen verip, aşta bir etikete, üzen mi o, zirikten boşta koydun.
Uy bu uşaqlar ko'chada o'tirib nima deyishyapsizlar? Uyga kirib qaranglar, uyga kirib. Chiringlar. Sizlarning ilib chog'izingizdan qo'rqma. To'qodimi qo'rqamdi? Ha, ma'qul. Shunday bo'lsin. Ma'qul davsa. Oshta olsin ha? Ha. Ma'qul. Bo'ldi. Kirmay ma'quldan davsa Minjon. Rahmat. Ay, Rayhan olmay degandek bugun so'yib yeyversan bo'pti-ku. Asliyan o'qitib qo'ymagan qarab bozor kechib qolib bo'ldi hamda. Hey! Bak çağıraz kene. Ha? Badu? Şurada ne ketken o? Tu. Estağfurullah. Bak Kur'an yok hem de. Hey, bak yok mu? Yok. Yoktu hiç zamanda. Minjon! Oy Minjon! Oy bana! Ya Osman etkin biraz sık kalktı. Çarkuraz birden buldun mu? Oy çarkuraz yok. Yok! Oy. Allah sen ya. Kora tüyanı hoyun avat tutturduğun kuraz
Diye karsam yokturdu. Oğul aldım gitsem dervaz takak durdu. Şunu olan içinden oğlan bir tam da atılıp şükretim bile izlep kırışı. Oy, fazla gitme. Estağfurullah. Ne hareket geldi bu? Tu. Tokum uğra. Estağfurullah. Hele yigit bana 100 so'm zaklat yurib qo'yib ketgan. Endi u kaz pulni hashlab bo'lganda ya pul yo'q ya to'qi yo'q. Ha, rost. Yine bu zaten Müslüm vekalet görüp yani vekileye dağıttım. Çok hırlat ettim ya. Shunda mı qilaman? Eşim ne bulmaydı? Hey. Bak. Ben sana desem, bu kumava zaten pek terak gelişip gitti. Kimden nerede o kadar vurdu olsa, kol çakkan, onu kuyruğu kırıp olsun ekeli olur. Menin alıp alt koruzum öz vaxtıda kan tutmuş olur. Ha, yana eliq amirchilik to'qini gitma. Ha, şuna yinkege vakti. Bir yaz, Toqozırda bunun çıkıda horoz yok, kumavazının günü rasa kızartı. Ova. Daya tova. Ne hareket geldi bu? Ha. Ha. Bir gün uydu yatsam, öyle traktör bir avaz anlık kaldı. Yürüyüp çıksam, katakta hiçbir uç yok. Toku yok. Birisinin Tonoviş'in talağı pırak uçup kettiğini anlık kaldım. Yürüyüp dervazı içip karısam, oğru aldım da yürüyüp gitpardım. Yürüyüp hiç yetişemeyim ben. Şunda ayağımı silip güzemle böyle yürüyüp gitmem. Oğru da hiç gitti ben. Güzemmezsem oğru yok. Akım karsam oğru minik oğlap gelir tutar. Tam bunu bu yandan aldım da tutsam yaşlı bir şuam. Oğlum üstüne koyam. Akardı bizim. Orada kolam geliyor aldı. Oldu dayı. Sen mi şu? Yüz göz akalat verdi de oğru uyan göz boğanken sen mi Ahmet? Tişkim. Bir narsa alamsiz? Ben de çakorazla alıp gittim. Tez koy. Osman aka 3 kun oyoqsiz saqlab, chiqib ketgan qiyin uyga kiraylik. Bizning qo'shnimiz Eminjonmi ketdi. 3 kun oyoq Osman aka.
Ko'nglanma bek yerim qilma. Tepilib qolar. Maqal. Ko'midan qo'y. Xo'sh, xo'sh. Abla, endi keldingizmi? Bak İmincan degan qo'shnim necha qitim so'rgan. Sizni zaklat yurib qo'ydi debdi, sotmaganti. Qarmamsiz, atganda qo'yib qarsam, oqshom bato'qi hech narsa yo'q. İzda İmincan bilan bamiga yerim qolmadi degan. Bo'ldi, men aviyatim deb tushundirib qo'ydim. Bu xo'rozga tufodurdi ko'zdakenti. Ko'nglim tuyib qolgan. Kampini topolmay bir necha kun palakshidim. Yaram ikki xo'rozim bilan ya tuvashtirgan ishtimni setib, qaror bu pulni kelin deb akeldim. Yerda İmincan degan qo'shnilar shu o'g'irlab ketdim ya. Bak o her qanchasi unda qilmaydi. Nusam yaraydigan xo'rozni da. Voy, o'tmay. Ma'qulsiz, ma'qul. Ma'qulamsa xo'sh. Ma'qul. Hey! Zaklat qilgan pulni so'rdim-a? Yo, men sizdan so'ramdiki debdimi? Hey, bak xo'rozni 1000 so'mlik xo'roz deydi. Bizning xo'roz rost 1000 so'mga yaratdimi? Onu to'qoni kim olganda endi? Osman, tek uxlamadingizmi? Bunda jilib o'tiraversangiz baribir o'rniga kelmaydi, bo'ldi, yetib uxlama. Bo'ldi, sen uxlavr. Sen yaxshi qilsang shu ish yo'q.
aylık her yaşam bitini git koku uyda 3 gün katıldığı yılbaşan bilen sen. Kaysı yılbaşan? Aylık şehrin strategik terterbiye meydanı çok. Ne oldu ya? Vay aa. Koyduk. 15 yıl yok. Ver şunu. Ver Şükür, kandan bana sana şükür. Ömer bunu almayın ki. Şuraya. Oyun başladık ha. Ezgi tutun Ezgi hey. Kendine durma, kendine durma. Kendine durma. Özkan durma ya da. Hazır bu qo'raz har yaksham necha ming so'mlab pul tepetibdi. Men u shu qo'raz deb o'xshatdim. Ana yaxshi o'zingga to'lib baqa.
kendinize durun ha, kendinize durun ha. Bu Xo'roz mening Xo'rozim-ku. Qanday sizning oldu? Jo'da otamsan nima? Qanday sizning oldu Xo'roz? Shu mening o'g'andikin, shu mening o'g'lidi. Sizning emas o. Siz kimning o'g'lidi? Kendinize durun ha. Qanday Sabirjon? Sabirjon. O Xo'rozning isi qoldi bu yerda. Sabirjon degan ashu. Yo'qmi? O'pirmish tantarbiya maydonininki chilisi ekan. Hozir mishayt ko'tarib qattiq bayib ketibdi. Bu qimmat tutgan puldan boshqa mush kirmadilar necha ming so'mlab pul topadi ekan. Shahar necha yil uy bor ekan. O'g'il oshkora ko'tar xotini olamiz. Ha, nima gap? Men Xo'rozni to'niyapman-ku. O xo'rozni to'lsang to'nig'ansa. Bir ishkayning biri mush bozorni so'rab, minglab pul topatgan chaqira shu. Hozir buni kim tonimaydi? Bu mening Xo'rozim. Senin qo'zing bo'lsa, benim qo'lim qanday o'tib qoldi? Voy, sening qo'lingga qanday o'tib qolganligini sen o'qimasang, buni men nereden bilaman? Ish qilib bir kechida o'g'lab chiqibdi. Hey, qo'zing sizda ha? Sana o'xshash qonaltoqdin. 10 yigitda tortilgim bor. Emdilikda eshitish, sening qo'zing nima o'g'rabdimanmi? To'xta. Gap meni qo'sin, ha? Men sizga o'g'il dedim. Birisi o'g'lab sizga satqan bo'lsa demoqchidim. Hey, ilahimma, sizning ma chaqirazni bugun biz kelib, mening qo'zim deydi-ku. Ha? Bundoq gapmi? Ha? Hey, bizning adamlarimiz turpandan kichikpanni ko'targanda ko'tirib, akagan tursa. Sen turpanliqmi ya? Men turpan beribman baxmagan. Sening qo'zing turpan qanday berib qoldi? Endi sizlarning odamlaringlar birisi apirib o'g'irlab sotgan bo'lsa, shu yerni akeldimi deyman, ha? Allohu akbar. Mana meni qo'shnim. Ishonmasangiz, o'shanda so'rab beqma. Gapla. Rost. Asli bu Xo'roz mush og'inamning itdi. Kechida yo'qib ketdi. Hey! Ekbercanma! Ben Sabircan. Bugün bir sikili bazarına ait kalayımgan kıvattı. Siz de gelin la, çakkat! Sabircan! Qada valan, qada. Sen bazarını qalayimgan qilsa? Ha? Ben bazarını qalayimgan qilmadim ukam. Bana Xo'roz asli meningidi. Qo'lim qo'shnilarimning mana hammasi fuqidi. Qanday bo'ldi? Shikoyat qildim ekan, tuyuqsiz bir kechada uydan yo'qolib ketdi. Izda kelsam, hozir mana yerda turdi. Shu vaqtida tatib o'zim baqqan. Burundan tuxum tug'dirayotgan migrantiyevka. Keyin Xo'roz aylanib kelib. Kimni rahmat qilsa? Mana, chiqaman, mana. Sen nimancha ahmoq? Nimda bo'ladi mening qo'rzim pulim yetdi, ko'klaydi. Kim Xo'roz aylanib qolgan deb sizga. Xalqning oldin meni rasvo qildi. Voy, hukumatning odamlariga yolg'on gapirmanmi? Bu rost bo'lsin, bular seni gaping ishingda. Sen Amerikadan kelgan qo'rzimni gapi kim ishingda?
Hiç aklım yetmedi de. Bu Çağıraz kanda kılıp bu sabırla kolup düşüp kaldı ki ne? Sen bek sadağına Cuma. Adır bu kımavazda terakki kıp gitti. Ne kimnin obdarak bir guruz olsa kolu çakkan, oğlu tüyülüp olsun oğul tikilir. Ben dedim ki, la sen hüzgü zakarla etken zakirde çokum bir gel. Yakandan nimeler yakıyor. Oy tabili oyun. Oy bey o tabilanın ayak yağdık. Opası yok kırındaştan. Opada aşına yakşa. Aşına yakşa yok. Yemiyorum abi. Mal kaşın olsun ya. Çok kötü bu. Hadi bir gel. Ha? Ha bunu bulduğumuzda. Hani markın ne yapıyorsun? Yıtkında Sabırcan çapraz elip kışkan aynıp gitti. Ha, hakikaten turpan görüp neçe bin so'm tutuyotdaydi. Noğan Kur'an payı Va, payı tutuyotdi. Ha, unda payı tutuyotdi. Kur'an'ın payı tutuyotdi.
Neydi durun lan? Nima oluş olsa ne durun lan? Uğrap gitti bu. Bu Xuraz to'xtamay suqishga ishqicha yo'q qoldi. Sabrjon Chunada bu Xurazni o'ldirib qo'ydim nima? Shundaymi? Bular xo'rozga bu. Üzəngimi az. Oraz olaman deb sağınım yo'g'anchilikdi. Siz katak etib tuxumini tuqqan bo'lsam, sana mush kun yo'qdi. Ha. Nima bo'ldi? Senin mushunchalar git aytib atgan. Mening aşı chag'orzimg'u. Xap, Xudoyim jojongni beray. Sengaro tombol kadar. Allah'ım kimistoyum bol kadar. Vay oy yaxşılar gördü batsa. Geliyorlar Allah ceneme yakıldı. Başım sevdiklerim gidiyor. Başım sevdiklerim kulunumda yönetmem Beşinci yanıkladım sen? Ha, mush ishlar. To'rtkuni yoqqa mush tayyorlik qilib. Bola tug'ilmay turib, bir narsa tayyorlik qilolmaydi adash. Ya o'tir. Ayağımı bir yo'qottirayda besh yo'l tegmadi. Ularning shulkinim tayyor qilibsa. Hey. Bozordagi qiziqishni oldingmi? Nima qiziqishni? Elak Chorg'uraz rasmiga chiqib qolibdi emasmi? Nima? Hey! Ben sana o rasm ekan desem ishonmay o'tiribdim. Endi rasm ekan qilinib qolibdimi? Xudoyo tova. Rost debdikasi. O qandoq ekan qilinib qolibdi? Uni bir kuni bir so'qashqa sotgan bir g'o'razlar. So'qashqa unmay, po'kini yerga tiqiliblar. Hech qanday amal qilim. Sabrining yuzi chiqdi-da. Ashadil g'archit bo'g'iz o'tdi. Uyga olib qonni yasa ishidan bir sop-sop tuxum chiqibdi. Ben dedim, yelaksan 100 göz zakalet egen Zakir oğlunun şirketi etsem işenmedim. Hey! Ay to'g'ri Zakir o'zi o'g'ilibdimi? Chiqilib men ko'rmadim, shu qarni yag'ayat umut baka. To'xtab tur bo'ybatchi. Xo'roz tug'sa Güver tuğdu deydi o.
Hey, bu kichiklik go'har olsa chishimda suzib olay deb oshko'z sabr og'zing shunda aprutga o'tda gildi o'tagi. İş polatla bijan bo'lib qopti. Hey, u qanday bo'lib qopti? Xudaya tavba qildim. Ey Eminjon, sen yana hikoyani bir to'qimagansan. Ya bu sıraz. Tek ismini o'zgartirib o Sabira edi. O darak bir çıkız tek olaydı. Kızıl pekap oturup şemşe oynayıp yürümüş. Xotinlarımı xetlenip uylar ketipti. Balları Murat alışıp şu koydu. Setmeyin aklını halini. Sen can biçire. Ey vuy! To'xtattirma hocam. To'xtattirma. Ey to'xtandaymi? To'xtama. Sizlarga bir qiz gapim bor deb nima qilasiz? Qochmang. O'qib olib qo'yasiz. Oh, şu yey. Xudayım. He, nim bulatımız. Sen küçük etken gotu münek yaptın. Aslida chor to'qo deb yozsam to'g'ri bo'ladi. Bu to'qoning yoki mekiyan yoki xo'rozligini o'zim anqiramay qoldim. Qani, yozganlarimni o'qib bo'lib, choxo'rozning jinsi ayrimi haqida o'zingiz halol bir narsa deysiz.